Assalomu alaykum. No'g'at qilib o'tayotgan qatnashchilar bugungi kunga 14-iyun 2024-yil biz O'zbekiston Respublikasi Andijon oblasi Buloqbashi rayonidan keldik. Shu yerda reja urush bo'lib жатат. Shu yerda ma'lumotlar bizdan olsa, like bosishni tajovuz qiladi. Odam soni ko'p. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan kelgan boyislar bor ekan. Qarangizlar. Baringizlarga O'zbekistondan jalonli salom aytmoqchimiz. Mana shu qurullar qo'yiladigan ertaga bugungi o'yin erta bo'ladigan. Mana yosh bolalar bor, qarangizlar. O'zbekistonning kelajagi Andijon. Baringizlarga O'zbekiston elini atidan salom aytmoqchimiz. O'zbekistonda Qirg'iziston, Andijonda Qirg'izistonning tuğanlarim bor ekan. Ularda salom aytishdi, yaxshi silashdi. Baringizlarga tinchlik omonchilik qolaylik. Bu tuğanlar azman shu yerda bo'ladi. Kanalni teragi boshlaydi. Rasbari ko'ch. Hammani oldi aytyapti-da akalar. Shu deylarmi? Ishda deyapti. Birinchi o'rinda bu yerda tartib kerak. To'g'ri. Musobaqani menga chiroyli o'tsin musobaqa. Menga tartib kerak. Ha, ikkita degina, bitta kamera. Bu bitta kamera, tamom. Bu tomonda Qo'llar qarangizlar.